Assalomu alaykum. Mobile Legends'ning o'ta ko'ngli pok, umuman so'kinmaydigan, yangi o'yinchilarni doim poddeshka qiladigan qadri baland o'yinchilar. Bugun bu videoda sizlar bilan Mobile Legends'ga o'xshagan o'yinlarni o'ynab ko'rib, ularga 1 dan 10 gacha baho beramiz. Qani bo'lmasa, ketdi. Vaqtni cho'zib o'tirmasdan Arena of Valor o'yiniga kirib, Valheim geroyini olib o'yinni bosib yora qoldik. Geroy pik qilganingizda har bitta geroyga mana bunaqa animatsiya ham qo'yib chiqishgan ekan. Kutish menyusi ja zo'rmasu, uni chidasa bo'ladi. O'yin shunaqa zo'r animatsiya va chotki ovozlar bilan boshlandi. Boshlanishiga hamma narsasi Mobile Legends bilan bir xildek tuyuldi. Bu geroy skillari pashti Hanabeniki bilan bir xil ekan. Bu geroy Dark System geroy bo'lmasa bo'ldi. Va bu o'yindagi birinchi killimni qildim. Lesdagi hayvonlari ham to'g'ri kelgan joyda yuraverar ekan. Ularga farqi yo'q ekan. Shu joyda o'ldim deb o'yladim. Lekin perifarindaligim uchun o'ldirishga sal kuchi yetmay qoldi. O'rtada bo'lsa qanaqadir ilonga o'xshagan boss bor ekan. Nima qilishini bilmadim-u, lekin uni ham o'ldirib qo'ya qoldim. O'ldirgandan keyin hammani bitta-bitta qirishni boshladim. Mana ko'rdinglar, juda ham zo'r o'yin ekan. Men bu o'yinga 10 dan 7 beraman. Sizlarning fikrlarni esa kommentlarda kutaman. Bizda bo'lsa keyingi o'yinga ketdi. Honor of Kings o'yiniga kirib, Solarus degan geroyni pik qilib oldik. Geroylarning dizaynini aytmaganda, o'yin Mobile Legends bilan birga bir o'xshash ekan. O'ynayotgan geroyim bo'lsa, miya bilan birga bir xil ekan, faqat ko'rinishi boshqacha. O'g'il bola. Bu o'yinda ham Strelok tanlaganim uchun kuchayib olganimdan keyin hammani bitta-bitta qirishni boshladim. Mana Honor of Kings o'yinini ham o'ynab ko'rdik. To'g'risi, Mobile Legends'dan boshqa o'yinni o'ynayotgandek bo'lmadim. Shuning uchun 10 dan 5 ball beraman. Endi bo'lsa 3-o'yinimizga ketdi. 3-o'yinimiz bizda hali mashhurlikka erishmagan, lekin boshqa davlatlarda yaxshigina obro'si bor League of Legends o'yini.
To'g'risi bu o'yinni telefonim ko'tarmadi, shuning uchun boshqa o'yinchini o'yinini ko'rib, keyin bu o'yinga ball beramiz. Before all of this, about our past, it is no longer counted. You shake your head and tie up your hair. It's so beautiful, just like that night. I felt your body warm. My honey, I wanna feel your love. My baby, I wanted to touch your body. My honey, I wanna feel your love. My baby, touch your body. Mana League of Legends o'yinini ham ko'rdinglar. Menga juda ham yoqdi, sizlarga ham yoqdi deb o'ylayman. Umuman Mobile Legends'ga o'xshamaydi. To'g'risi Mobile Legends'ga o'xshash o'yinni ko'raman deb o'ylamadim. Bu o'yin juda zo'r, shuning uchun bu o'yinga 10 dan 10 beraman. Sizlar necha berishinglarni kommentda yozib ketinglar. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Oxirigacha ko'rganlarga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Like bosish esinglardan chiqmasin.